Bunaqa kontent hali O'zbekistonda bo'lmagan. Biz Buxorodan Turkiyagacha elektromobilda, yo'q, Sparkda, yo'q, legendarniy Damas'da bormoqchimiz. Buxorodan Turkiyagacha umumiy 5000 kilometr va 5 ta davlatda aynan legendarniy Damas'da bosib o'tamiz. Bu davlatlar Qozog'iston, Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon hamda Turkiyaning Istanbul shahri bo'ladi. Bu sayohat aniq O'zbekistonda bo'lmagan. Damas'da Turkiyada hech kim bormagan. Qila olmaysan, uddalay olmaysan deyishingiz mumkin, lekin biz Allohga tavakkal qilib safarga chiqmoqchimiz va bizga motivatsiya bo'lishi uchun shu videoga like bosib, safarimizni kuzatish uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Har bir bosilgan likelar bizga motivatsiya bo'ladi. Legendarniy Damas bilan bo'ladigan safarimizda homiylik qilish istagida bo'lganlar quyidagi telefon raqamlari yoki direktingga murojaat qilishlaringiz mumkin. Homiylar diqqatiga, mashinada polni logolar yopishtirilgan bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Damas Turkiyagacha bora oladimi? Kommentarda fikrlaringizni kutib qolamiz.